Agarda siz ko'zoynaklardan yoki lenzalar taqishdan charchagan bo'lsangiz, atiga 9 soniya ichida davolash imkoniyati bor desam ishonasizmi? 25 yildan buyon faoliyat yuritib kelayotgan Choriqul Shaymatov Gavhar klinikasida siz ko'plab ko'z kasalliklariga davo topishingiz mumkin. Doktor hozirda Rossiyadan, Qozog'istondan, Turkiyadan ko'plab bemorlar kelib, ko'zini davolatib ketyapti. O'zimizni yurtdoshlarga ham bitta ma'lumot bersangiz. Albatta, ko'plab davlatlardan bizga kelib, bu operatsiya bo'yicha murojaat qilib, davolanib, xursand bo'lib ketishyapti. Bu lazerli korreksiya usulini eng xavfsiz usuli bo'lib hisoblanadi va og'riqsiz bo'lgan operatsiya turi bo'lib, atigi 9 soniya ichida ko'zingizni ravshan ko'rishini ta'minlaydi. Ushbu klinikada eng so'nggi texnologiyalar mavjud va malakali shifokorlar sizning kasalligingizga aniq tashxis qo'yishadi. Manzil Samarqand shahri Mirzo Ulug'bek ko'chasi, Aloqa bankning shundoqqina ro'parasida joylashgan. Batafsil ma'lumotlarni bilish uchun hoziroq mana shu raqamlarga aloqaga chiqing.